Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun biznes asoslari fani darsida sizlar bilan simulyatsiyaga kirish va shaxsiy uy xo'jaligida jamg'arish mavzusini o'tamiz. Bu mavzuyimizni o'tish uchun bizga kerak bo'ladigan qo'shimcha materiallar bor. Birinchi o'rinda har bir o'quvchi o'z jamoasini tanlab olishi kerak bo'ladi. Bu o'yinimizni o'ynash uchun 5 tadan o'quvchi tanlab olinadi. Hamda ular o'z jamoasini tuzib, jamoalarga o'zlarini nomlarini yoki bo'lmasa bu jamg'arish o'yini oilaviy o'yin bo'lgani uchun oilalarining familiyalarini berish kerak bo'ladi. Shuningdek, o'yinni o'ynashimiz uchun har bir ishtirokchi uchun kerak bo'ladigan qo'shimcha materiallar bular: ishtirokchining qo'llanmasi, o'yin maydoni hamda o'yin maydonida ishlatiladigan bir qancha o'yin kartalari kerak bo'ladi. Hozir men sizlarga bularning barchasini birin-ketin tushuntirib beraman. Hurmatli o'quvchilar, diqqatingizni o'yin maydoniga qaratishingizni so'rayman. O'yin maydonida ko'rib turganingizdek jamg'arish o'yini deb yozib qo'yilgan. Hurmatli o'quvchilar, o'yin maydonining chap tomoniga ahamiyat bergan bo'lsangiz, bu o'yin 3 ta turdan iboratligi ko'rsatib qo'yilgan. O'yin maydonining chap tomonining o'rtasida, mana markazida ko'rib turibsiz, oila byudjetini rejalashtiruvchi degan jadval bor. Bu jadvaldan ko'rinib turibdiki, bizni o'yinimiz 3 ta turdan iborat. Hozir yanada yaxshi tushunishingiz uchun men sizlarga oila byudjetini rejalashtiruvchi jadvalni mukammal tushuntirishga harakat qilaman. Hurmatli o'quvchilar, oila byudjetini rejalashtiruvchi jadvalida daromadlar yashil rangda ko'rsatib o'tilgan. Daromadlarga ish haqi, maosh, daromaddagi o'zgarishlar kabi ma'lumotlar yozib qo'yilgan. Hamda ularning tagida umumiy daromad deb belgilab qo'yilgan. Bundan ko'rinib turibdiki, biz sizlar bilan har bir turda mana shu daromadlarimizni hisob-kitobini qilib, o'yin maydonida xuddi mana shu jadvalimizda aks ettirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Hamda o'quvchining qo'llanmasini da ham har bir qilayotgan ishlarimizni belgilab borishimiz kerak bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, oila byudjetini rejalashtiruvchi jadvalida qizil rang bilan oiladagi xarajatlar aks ettirilgan. Ular uy-joy xarajatlari, transport xarajatlari, oziq-ovqat xarajatlari, voqea xarajatlari, boshqa xaridlar hamda foiz xarajatlari deb belgilab qo'yilgan. Shuningdek, bu xarajatlarni hammasi jam xarajatlar deb yozib qo'yilgan. Bundan ko'rinib turibdiki, biz sizlar bilan o'yin davomida har bir voqea hodisalardan kelib chiqib, oila tomonidan qilinayotgan sarf xarajatlarning hisob-kitobini qilib boramiz. Hurmatli o'quvchilar, ushbu jadvalning eng tagida tur balans ham oila maqsadi deb yozib qo'yilgan. Bu joyga ham biz daromadlardan xarajatlarning ayirmasini tur balansga belgilab qo'yamiz. Hamda oila maqsadini sizlar bilan bu yerda aks ettirib borishimiz kerak bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, diqqatingizni o'yin maydonining markaziga qaratishingizni so'rayman. O'yin maydonining markazida o'yin davomida o'ynaladigan o'yin kartalari haqida sizlarga ma'lumot bermoqchiman. Har bir jamoaga 5 nafar a'zosiga 5 tadan kartalar berib boriladi hamda ular o'zingiz tomonidan tanlab olinishi kerak bo'ladi. Masalan, ma'lum bir oilaning a'zosi sevara, uning turmush o'rtog'i
o'quvchilar, o'yin maydonining markazida oila a'zolari deb yozilgan ma'lumotlarning tagida balansni hisoblash, pulni joylashtirish hamda kreditlar degan yozuvli jadvallar bor. Har bir turda biz sizlar bilan mana shu jadvallarni voqea va hodisalardan kelib chiqib, biz sizlar bilan ularni to'ldirib borishimiz, hisoblab borishimiz kerak bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, o'yin maydonining markazida voqea kartalari, natija kartalari, oila maqsadi kartalari, yangilanish kartalari kabi kartalar o'ynaladi. Bular haqida batafsil ma'lumotlar sizlarga o'yin davomida berib boriladi. Shuningdek, o'yin maydonining tagida hayot sifati deb yozilgan jadval bor. Bu hayot sifati jadvalida biz sizlar bilan hayot sifati shkalasi deb olaylik. Hayot sifati shkalasini oshishi yoki kamayishini biz sizlar bilan o'yin davomida voqea va natijalarga asosan belgilab borishimiz kerak bo'ladi.